Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan SMM platformalari, ijtimoiy media marketing, Instagram, Facebook tarmoqlari platformalarida ishlashni ko'rib chiqamiz. SMM social media marketing platformalarini Instagram, Telegram va Facebook kabi ilovalarda ishlatish marketing strategiyalari uchun juda samarali vositalar bo'lishi mumkin. Har bir platforma o'zining maxsus xususiyatlariga ega va ular orqali kompaniyalar yoki shaxslar turli maqsadlar uchun foydalanishlari mumkin. Keling, har bir platformaning o'ziga xos xususiyatlarini va SMMda qanday ishlatishini ko'rib chiqamiz. Instagram vizual kontentga asoslangan platforma bo'lib, brendlar va shaxsiylar uchun juda yaxshi marketing maydonidir. U yerda foto va video formatlar orqali to'g'ridan-to'g'ri mijozlar bilan bog'lanish mumkin. Instagram uchun SMM strategiyasi: kreativ va yuqori sifatli kontent yaratish. Instagramda postlar, storieslar, hikoyalar, reels va IGTV orqali kontent yaratish juda samarali. Hashtaglardan foydalanish: ular orqali ko'proq auditoriyaga erishish mumkin. To'g'ri hashtaglarni tanlash orqali postlar ko'proq kishi tomonidan ko'riladi. Influencer marketing: mashhur shaxslar yoki blogerlar bilan hamkorlik qilish. Ular sizning mahsulot yoki xizmatingizni auditoriyaga tanishtirish mumkin. Instagram advertisement yoki reklama. Instagramda reklamalar orqali maqsadli auditoriyaga yetkazish imkoniyati. Reklama turlari: Story, Feed, Explore tanlab kampaniya yaratish mumkin. Telegram bu tezkor xabarlar almashish platformasi bo'lib, uning foydalanuvchilari juda o'rganilgan va faolligi yuqori. Bu platforma maxfiylikka e'tibor qaratadi va ko'plab brendlar uchun xabar va guruhlar yaratish mumkin. Telegram uchun SMM strategiyasi: Telegram kanallari yaratish. Brendlar o'zlarining yangiliklarini, aksiyalari va mahsulotlarini foydalanuvchilarga yetkazish uchun Telegram kanalini yaratish mumkin. Botlar va avtomatizatsiya: Telegram botlari yaratish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki kontentni avtomatik ravishda tarqatish mumkin. Gruppalar orqali interaktiv muloqot: foydalanuvchilarni muhokamalarga jalb qilish, savollar berish va sharhlar yozish orqali auditoriyani oshirish. Telegram advertisement: Telegramda reklama qo'yishning o'zi mavjud bo'lmasa-da, boshqa vositalar, kanal va guruhlar orqali reklama qilish mumkin. Facebook dunyoda eng yirik ijtimoiy tarmoq bo'lib, u keng auditoriyaga ega. Facebookning eng yirik afzalliklaridan biri ko'plab turli reklama turlarini yaratish imkoniyati. Facebook uchun SMM strategiyasi: Facebook sahifalari va guruhlari. Brend sahifalarini yaratish orqali kompaniya haqida ma'lumotlar, mahsulotlar va xizmatlar haqida e'lon berish mumkin. Guruhlar esa mijozlar bilan faol muloqot qilish va savollarga javoblash mumkin. Facebook advertisement: Facebook reklamalarni yaratish orqali aniq maqsadli auditoriyaga reklama yuborish. Reklamalar turli formatda: video, carousel, slider bo'lishi mumkin. Engagement: faoliyat va community building. Mijozlar bilan doimiy aloqa bo'lish, muhokama va sharhlar yig'ish orqali brendni kuchaytirish. Facebook Insight: foydalanuvchi faolligi va postning samaradorligini tahlil qilish uchun Facebook Insight'ing bilan ma'lumot olish. SMM platformalarining foydalanish afzalliklari. Reklama imkoniyatlari: har bir platformada o'ziga xos reklama vositalari mavjud. Bu orqali bizneslar o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini to'g'ridan-to'g'ri maqsadli auditoriyaga yetkazishlari mumkin. O'zgacha kommunikatsiya usullari: har bir platforma o'zining alohida usullari va mijozlar bilan muloqot qilish imkoniyatlarini beradi. Instagram vizual, Telegram xabar va botlar, Facebook guruhlar va sahifalar. Analitik vositalar: har bir platforma analitik vositalar bilan ta'minlangan. Bu orqali marketing